بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم hurmatli qarindoshlar. Men oldingi darsimda mushu yigitlarimiz uchun, to'y qilmoqchi bo'lgan yigitlarimiz uchun kelgusi ayolin tanlashning, loyiqini tanlashning hayotidagi eng muhim, xatarlik masala haqida to'xtaldim. Chunki bu siz tanlagan ayol, hozir sizga ayol bo'lgan bilan atog'in sizning ballalaringizning onasi bo'ladi. Ballalaringizning onasi bo'ldi deganlik, ballalaringizning ustozi va tarbiyachisi bo'ladi deganlik. Ve yana kelib sizning mush dunyo oxiratlik hamroyingiz bo'ldi deganlik. Sizga eng yaqin bir qozonda oshaydigan, bir yotqanda yetib qopadigan, bir ishdan kirib chiqadigan, kunda ko'zingizga 60 70 qatim ko'rinib turadigan mushunda odam deganlik. Shunda bo'lganligi uchun buni yaxshi tanlash kerak. Ya'ni bir yigit ayol tanlagan vaqtida chuqum dunyo oxiratlik uchun tanlaydi. Hatta yaxshi ayol, salih, imonli ayollarimiz oxirat ham bizning ayollarimiz bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu haqda Qur'oni Karimda udkhulul jannata antum va azwajukum tuhbarun. Ey erlar, sizlar ayollaringlar bilan xo'shal xo'ram holatda jannatga kiringlar deyildi dedi. Demak, jannatda siz bilan birga bo'ladigan ayol. Shuning uchun bu ayolni tanlagan vaqtida faqat havasga yoki hissiyotga tayinib yoki qalbim ko'nglim tushib qoldi deblam ko'ngil mayliqqa tayiniblam bu ayolni tanlasak bo'lmaydi qarindoshlar. Men birinchi darsimda bu islomdagi oilaning nihoyat muhimligi va o'rni haqida so'zladim. Chunki oila biz islom ummatining tunji hujayrasi. Shuning uchun oila bak muqaddas. Oila sog'lom, bizning musulmonlar jamiyati sog'lom, musulmonlar davlati sog'lom bo'lgan gap. Mush oiladan bizningki nihoyat avangard avlodlarimiz dunyoga keldi. Endi bu oila nimadan tarkib topadi? Bir ayol, bir erdan tarkib topganlikdan ikkinchi darsimda mush to'y qilishning zarurligi va to'yga odam erishadigan ajr savob haqida so'zladim. Endi bu oila qurildi. Oila qurilgandan keyin bu oilaning baxtlik, saodat ichida yashash va xotirjam yashash, buzilmasin, balla yetim bo'lmasin degan maqsadni ko'z tutib, mush dastlabdan yigitlar qizini tanlab elishi, qizlarimiz yigitga tanlab tegish haqida so'zlab kelib, mush qizlarimizda yigit qizni tanlagan vaqtida shu qizda tepilish zarur bo'lgan ijtimoiy fan olimlari taxminan buningda 70-80 talablarni qo'ygan. Bir yangi men mush talablarning ichidan tanlab eng shariatning uyg'un, eng mos keladigan 10 shartni sizlarga bayon qilaman qarindoshlar. Tunog'im 5 na bayon qilib berdim. Ya'ni biz olmoqchi bo'lgan qizda shu 10 shart chuqum tepilish kerak. Buni tepilmasa tavakkul qilmang. Ham yigitlarimiz mush shart tepildigan qizlarni tanlab elish kerak. Mush qizlarning kayni kirib turib, eshigini oldida o'chirib turib elish kerak. Mushunda bo'lgan vaqtida qizlarimizmi o'zining safosini yuqori ko'tarishga, ota-onalarni qizlarini yaxshi tarbiyalashga onandan otlandi. Voy andaqkan, falan hojimkan, falan yiptkan, o'ptkan, voy epaqlar, bo'z bo'la, bo'lmasa bunda qilish tugusin Uyg'urlardan qarindoshlar. Biz yigitlarimiz mushundaq bir qarash kelsak, qizlarimiz chuqum yaxshi tarbiyalanadi. Qizlarimiz mushundaq. Voy uy ekan, mashinasi ekan, qizimninki turmushi neni butun bo'g'dak deb adam deb beribamay, shu yigitda musulmon yigitda bo'lishtirsak shartlar tepilmamdi, buni asos qilishimiz kerak qarindoshlar. Bu bak muhim. Endi shu qizlarimizda tepilish zarur bo'lgan 10 shartlarning birisi musulmon bo'lish kerak dedi. Biz musulmonligini qanday bilamiz? Kiyimidan, gap so'zdan, oilasidan bilamiz. Ikkinchi shart bu ayol solih, fazilatlik ayol bo'lish kerak dedi. Endi solih, fazilatlik ayol ekanligini bo'lishi hammamiz bilamiz. Bak zarur. Mush ayollar haqiqatan erlarni baxtlik, saodatman qila oladi qarindoshlar. Endi solih ayol ekanligini qanday bilamiz desak, kiyib aralashayotgan odamlardan, yurib turishlardan, kim bilan do'st bo'layotdi, kim bilan berib kelyotdi, kim bilan aralashayotdi, nimaga qiziqdi, tarbiyalangan ustozi kim u?
bir musulmon qiz bo'lsa qarindoshlar chuqur bir ustoz bo'lish kerak. Buni bir diniy jihatdan tarbiyalagan ustoz bo'lish kerak. Bu muhim. Kimda tarbiyalangan qiz? Mushu haqda mushu orqali solih emasligini bilamiz. 3-sharti safoli bo'lish kerak dedi. Endi biz almoqchi bo'lgan ayol bo'lib mush zamonda aqli shu joyida, turmushning zarur ehtiyojlari qarta oz to'la savodi bor, qarish bor bir ayolni elishimiz kerak qarindoshlar. Bumuz bolalarimiz qanday bo'ladi? Bulubmu bir cho'ng-cho'ng ish qilaman, o'zininki tijorat bilan davomli sirt ishlari va uyni ayolga omonat qo'yib ketadigan erlarimiz chuqur safoliq ayolni elishimiz kerak. Bumuz davomli bizni avarish chiqib turadigan gap. Masalan, sizga bir oddiy misolni so'zlab beray. Bir yaxshi ayol, solih, taqvo ayol hamda. Taqvona dindor ayol. Birisi ishigini chekidi, ishini qo'nijakandan keyin voy qo'ng'iroqni ilib desa, bu kimning uyi degan, falon uyi degan, falon hajimning uyima, ma yo'ldoshing siz 2 tun gazavatgan desa, ishini echib o'tgansa, ishini echib o'tadi. Uyni ishini echib o'tib, o'zi yotoq uyga kirib ishini taqab, erlar ko'rsa yomon bo'ladi deb o'ltirdim. Mana bu qanqalar xato emas, to'g'ri. Lekin nari ketkizib qo'ydi desa, ay taraq turuq qilib gaz to'na kirib qo'yish 1 minut 2 minut ketadi. Taraq turuq qilib 10 minut, 15 minut taraq turuq qilsa chiqmaydi uydan. Chiqib qarasa uyni allaburun o'g'irlab, obdan narsani, pullar narsani allaburun akitib olgan. O'ylab baqilay, mush ayolning safasi, axloqi shu joyida bo'lsa, ishini yetishdan burun yo'ldoshiga telefon qilib, sizlar gaz avatganmi deb so'rash kerak. Telefon qilinmasa, gazni ishni qo'yib qo'yinglar, o'zimiz akirib olamiz deyish kerak. Shuning uchun safoliq bo'lish bek muhim. Endi bu safasiz safoliq ekanligini qanday bilamiz degan chaqda, shu ammoqchi bo'lgan qiz bilan muayyan bir tim ustida paranglashish, muayyan bir nechta savollarni qo'yish orqali paranglish gap so'z orqali birdan bilgil bo'ldi qarindoshlar. 4-si hayoliq bo'lish kerak dedi. Chunki hayo ayollarning zinati. Hayo tugdimi ayollarda, ayollarning ayollik xulq tugdi degan gap. Shuning uchun bu hayoning bo'lishi bek muhim. Hamda bu hayoliq, hayosiz ekanligini qanday bilamiz desak, kiyib kiyimlardan, qilayotgan gaplardan, ish harakatlardan bilib oldi. Chunki bu hayo har qanday bir ishda ko'rinib turdi qarindoshlar. Hatto minishlarda ham hayoliq hayo ko'rinib turdi. Aşan namoyon bo'ldi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va Shuayb alayhisolamning qizlar haqida so'zlagan vaqtida fajaat ihdahuma tamshi ala istihya'in degan. Shuayb alayhisolamning qizlaridan biri nayt hayoliq minib keldi degan. Ya'ni bu dinimizda mingsim hayoliq minish, hayosiz minish. Gap qism hayoliq gap qilish, hayosiz gap qilish. Qarashlardami hayoliq qarash, hayosiz qarash buni bilgildi qarindoshlar. Hammishda hayo ko'rinib turdi. Buni qanday bilamiz? Shu kiyimlardan, gap so'zlardan, minishtirishlardan, muomalasidan bilgil bo'ldi. 5-chi tegishli shart ayol itoat men bo'lish kerak dedi. Chunki qarindoshlar, oila bir shirkatga o'xshaydi. Bu shirkatda hech kim bo'lsa, shirkatni vayron bo'lishi aniq qanday. Chuqur bu oilada agar yo'ldoshi, aqli joyida odamda bo'lsa, bir erlik salohiyati bo'lsa, chuqur ayol erga bo'ysunish kerak. Shariat ichida bu oilani gullantirman desa, shariatga zid peshni burimsa, ayol itoat qilish kerak. Endi itoatning muhimligini hammamiz bilamiz. Endi bu biz amoqchi bo'lgan qizniki itoatchan emasmi qanday bilamiz desak, biz shu qizni olamiz deb uylarga borgan vaqtida shu uyda erlarning gapi qandaroq o'tadi? Erlarning roli joriymi, joriy emasmi? Shu oilada erlarning gapiga hurmat qilinamdi, qilinmamdi? Shu oiladagi dadining, shu oiladagi o'rni qanchalik? Buni qaraymiz. Ondan keyin shu oiladagi ona zodi shu yo'ldoshiga itoat qilamdi, qilmamdi? Biz olmoqchi bo'lgan qiz ota-onasining gapiga itoat qilamdi, qilmamdi? Ma'no farq qilishimiz kerak qarindoshlar. Och singillari bo'lsa, och singillarning yo'ldoshlariga itoat qilamdi, qilmamdi? Shuni qartab bilamiz. Chunki hammasi bir maktabning o'quvchilari, bir oilaning odamlari bo'lgan, bu aniqlan bo'lgan gap. Ba'zi qizlarimiz deb qo'ydi, men yo'ldoshiga, men ota-onamning gapiga unamay, sen gapingga unayman, sen Mars chiqasan, birlik ketmaydigan qizlar bo'ldi. Men deb qo'yman, eng xatarli qizlar mushular. Chunki o'zining ota-onasiga itoat qilishni bilmagan qiz hamil bir kuni seni shitdaydi. Shuning uchun mushuni qarab turib, biz qizlarning itoatchan emasmi, buni bilgili bo'ldi qarindoshlar.
Layıqımızda tepiliş zürür bo'lgan 6-cı şart bo'lsa güzel bo'lish kerak. Endi biz bu yerda güzel deyishimizdagi maqsad qarindoshlar, siz biz o'ylayotgan kinolardagi yoki kiyim ko'rganimizdagi motorlar emas, artistlar emas. Bu güzel degan vaqtida güzellik bir nisbiy narsa. Qanday nisbiy narsa? Masalan, dünya güzelini tanlash musobaqasida birdam seriqdanlik, birdam oqdanlik, birdam seriq chash, birdam qora chash, birdam qora ko'z, seriq ko'z, yeshil ko'zlar, hatto qortanliklar dünya güzel musobaqasida dünya güzelligi tanlandi. Demak, bu güzellik degan nisbiy narsa. Men chiroyli deganni boshqalar chiroyli demaydi. Mansab deganni boshqalar chiroyli deydi. Eng muhimi şu ammoqchi bo'lgan yigitga nisbatan mayli qizlarning bo'yi bo'lsin, ba'dam egizni yaxshi ko'rmaydi, ba'dam pakani yaxshi ko'rmaydi, ba'dam bug'diyoni yaxshi ko'rmaydi, ba'zan bak ahvol sarkan deb yaxshi ko'rmaydi, ish qilib yaxshi ko'rmaydi. Shu sizga nisbatan shu qiz ma'lum miqdorda chiroyli bo'lish kerak. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda unzuru ilayha fa inna ahra li tu'dama baynakuma. Sizlar ammoqchiga loyiqqa ko'zingni yo'g'on ochib qaranglar, chunki ikkinchi nikohinglarning davomlashish ikkinlarning aniq ittifoq o'tish uchun bu bak foydasi bor degan. Demak, dinimizda shuning qarasak, jamoliga, chiroyiga qarab olsak bo'ldi. Buni ammoqchi bo'lgan yigit nisbatan shu ayolning bo'yi turqi bo'lamdi, chiroyi bo'lamdi, ish qilib shu erga nisbatan bir chiroyli degan yer bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki o'zi chiroyli ko'rib olgandan keyin sirtdan chiroy izlab yurmaydi, ko'zlarini u yoq bu yoqqa qartib yurmaydi, chunki uning nisbatan o'zining chiroyli ayoli bor. Hamda bu chiroyli degan gap yenildi qarindoshlar. Nisbiy narsa. Masalan, shu Leyla Mecnun deb qo'yamiz. Leyla deb bir qiz bor ekan. Amaliyat bu qizlar qarmataq bir alg'ay qizmish. Mecnun hamda Mecnun degan sarang degan gap ash qizning ishqida sarang deb ketgan yigit ekanda. Haqlar deydi ekan, ash bir qiz tepilmaganda ash qarvoy, ash alg'ay qizi ash qoldimi desa, Leylaning ko'rish uchun Mecnunning ko'zi kerak. Meni ko'zim bilan qaranglar deydi. Demak, bu nisbiy narsa qarindoshlar. Lekin eng muhimi ammoqchi bo'lgan yigitga nisbatan shu qizda shu o'g'ilni jalb qildik bir yeri bo'lish kerak. Endi bu chiroylikni olgan vaqtida diqqat qiladigan mundaq 3 ish bor qarindoshlar. Birinchisi, u qizning go'zalligi sotsializmchi bo'lmasligi kerak. Ya'ni butun xalqqa, xalq bankasi, xalq bag'ishiga butun xalqlar qaraydigan go'zallik bo'lmasligi kerak. U qizning go'zalligi oilasi uchun, o'zining halol ikki dunyolik juft uchun bo'lish kerak. İkincisi, bu kız özünün güzellik bilen mağrurlanadigan kız bo'lmasligi kerak. Şunu ikki o'tgandan keyin, "Voy, sang tegmagan bo'lsam, men alda odam jiqdi, bu chiroyim bilaman, har odamni tegitim" deb. Masalan, ba'zi o'g'illar shunda o'g'illar bor, ba'zi ayollar bor, o'sha ayollarga "Mush chiroyim yo'q sening andaq-mandaq" deb o'zining chiroyi bilan mag'rurlanadigan ayollar bor. Erlar eng yomon ko'radigan ayol erlarga haqavurlik qiladigan, takabburlik qiladigan, o'zini erlardan ustun qo'yadigan ayollar. Shuning uchun bunda bu holatda uyning vayron bo'lish ehtimolini aytadi. Uchinchisi, bu go'zal ayol cho'qim o'zining go'zalligini din bilan saqlagan bo'lish kerak. O'zini musulmon deb tor kiyimlarni kiyib, boshqalarni jalb qiladigan shu o'zi hijobli qiz, lekin eng go'zal shaklni kiyib olgan, ranglik, ta do'ngyalarni do'ng, o'ymatlarni o'ymat, tex muzeyko ishtallarni kiyib, beshig'ilaqchib, ko'nak kelmay, o'zini musulmon ko'z tutgan qizlar. Ma'u biz degan go'zal qizlar emas. Uning go'zalligi din bilan saqlangan bo'lishi kerak. Chunki chiroyli bo'lsa, uningki atrofiga o'lishadigan shaytonlar jiq bo'ladi. Bu sizga avorchilik tug'dirib turadi. Ya'ni baxt saodat oila qurish uchun buning yaxshi bo'lmaydi. Biz ammoqchi bo'lgan loyiqimizda tepilishga tegishli zarur bo'lgan 7-shart bo'lsa, bu qizvalninki nasabi. Nasabi deganimiz mush qizning oilasining kelib chiqish tarkibi, oila a'zolari, jamiyati qarindoshlar. U oila paloni hojimning, paloni savdogarning, paloni shanjongning, paloni doktorning oilasi bo'lmasimi,
oddiy dehqonning oilasi bo'lsa-mu, a'zolari sog'lom a'zolar bo'lishi kerak, oila a'zolari. Ya'ni mush oiladagi oila a'zolarining o'zaro aloqasi qandoq? Chiqishqoq, bir-biri bilan kuyunishchan oila a'zolarimi? Shu oiladagi ayolning aloqasi qandoq? Shu oiladagi bola bilan ota-ona o'ttirsidagi aloqa qandoq? Buni bilishimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharif shunday deydi: "Takhayyaru linutafikum fa innan nisaa yalidna ashbah ikhwatihinna va ikhwanihinna va akhwatihinna" deydi. Sizlar kelgusi ayollarni tanlanglar. Chunki ayollar odatda o'zining tuqqanlariga o'xshash, ochi-singillarga o'xshash, aka-inillarga o'xshash, o'zining tuqqanlariga o'xshash bolalarni tug'di deydi. Buningdan nima tushunamiz degan vaqtda qarindoshlar, qizi yashagan muhitningki naqadar shu qizga ta'sir ko'rsatganligini bilamiz. Agar bu oila yaxshi oila bo'lmasa, ona bilan dada davomli urushadigan, bola bilan dada davomli ta'tir qarshiladigan, tuqqanlar bilan ap o'tmaydigan mundoq oila bo'lsa, mush oiladagi nachar illatni bu qiz sizning oilangizga akiladi. Masalan, bir yigit bir qizni olmoqchi bo'ldi. Bu oilada 6-7 qiz bor. Onisi ham to'la. Shundan sonra bu oson bilan bo'lmamdi degan vaqtida qarab baqsa 6 ochisi to'y qilib ajrashib ketgan. Ammo deyildi. Nima uchun qarindoshlar? Bu bir sim ajrashing, onisi asli to'la. 6 ochisingning hammasi ajrashgan uydan qiz olsak, chuqum ajrish nisbati yo'q. Chunki bu oilada hammasi ajrashganlik demak normal emas. Masalan, men sizga bir o'zim bildigan bir shunday. Chet elda bir qiz yigit to'y qildi. Chet elda 6-7 yil o'qish jarayonida ikkisi shunday yaxshi o'tdi. Vatanga borgandakilam jangi jadal boshlandi. Nima uchun desa, vatanda chet el shunday yaxshi qiz, yaxshi o'tayotgan. Vatanga bo'lsa, bu qizningki 5-6 ochillari bor. Ochillari ma qizdek dindor emas, u yerda singlisiga dasvirib, binasi o'g'itishga boshlaydi hangi. Ya'ni chuqum biz olmoqchi bo'lgan oilningki kelib chiqish tarikini so'rishdi qilmasak, qat'iy bo'lmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam annasu ma'dan kema'adinil fidda ve zahab deydi. İnsanlar metal o'xshaydi deydi. Oltinning metali bo'ladi, kumushning metali o'xshash metal bo'ladi. Ya'ni oltin, kumush, tumi, tosh bo'ladi. İnsanlar mana shunga o'xshaydi deydi. Bunda degandan ba'zilar metallarga bir tumi, oltinning zalti bo'lgandek, bu narsa aralashgandek bunda ba'zi insonlarga kelib chiqish sap bo'ladi, oltinga o'xshash. Ba'zilarning kumush kichik bo'ladi. Yani demek insanlar metal o'xshaydi, o'xshamaydi oila kelib chiqishi degan. Biz tanlagan vaqtida mushunda tanlamasak, oilada ota-ona yaxshi bal tarbiyalashni bilmaydigan oilada cho'ng'igan qiz chuqum o'zining bolasini shu ota-onasidan qilib qolgan tajriba bilan tarbiyalaydi qarindoshlar. Bu shu oilada urushqoq, onasini ayt urushqoq, to'lga qildigan, erlarni ko'zga ilmaydigan, erlarning davomli og'zini g'irishayotgan oila cho'ng'igan qiz chuqum bir yerlardan onasini tortdi. Chunki shu muhitda cho'ng bo'ldi, shu turmush degan shunda deb bildi. Shuning uchun mush oila kelib chiqishi boy bo'lish shart emas, nihoyat mashhur hammadan bildigan oila shart emas. Chuqum sağlam bo'lishi, tuqqanlari ato'g'in bu oiladan tuqqan bo'lamiz. Bir yerda o'ltirsak, birisi bangi, birisi aroqkash, birisi qo'ymichi bo'lsa, bolalarimiz mening tog'am kim bo'lmadi desa, hatto bolalarimizni o'ltirsak, ularning qoni, ish harakatlari tuqqan bo'lgandan keyin chuqum bolalarimizga yomon ta'sir oldi. Andekan bolalarımı qarab qolsa, ya tog'asining, ya tuqqanning, ya bir tayini yo'q bolalar bo'lib qolsa, demak buning mas'uliyati kimga? Shu silbisi bo'ldi. Shuning uchun shu kelib chiqishi deganimiz o'zi pokiz, oila a'zolari ittifoq, bir tuqqanlari bir barmoqni to'xtag'dak barmoqlansan tuqqanlari bo'lsa, bu oila uchun, kelgusimiz uchun nihoyat yaxshi qarindoshlarimiz. Endi bu oilaning nasabini qanday bilamiz degan vaqtida qo'shnilardan az to'g'ri so'rash orqali, to'y qilish jarayonida tunishib, bir qatam uyga chaqirib, bir qatam uyga berib, tuqqanlar bilan ko'rishib, suhbat orqali
bu qizlarning, bu aileningki, biz amoqchon loyiqningki oilasining nasabini uqqul bo'ldi qarindoshlar. Loyiqimizda tepilish zarur bo'lgan 8-shart bo'lsa, pokiz bo'lish kerak. Biz amoqchi bo'lgan ayol, qiz o'zininki shaxsiy tozaligi, oila tozaligi, kiyim-kechaklari mushtatdan pokiz bo'lish kerak. Men bir necha qarindoshlarning uyiga bordik. Uyda bir xil yaxshi puroq yo'q. Hatto ba'zi uylardan kichik bolalarning sudigining puroq kelayotgan. Bu bir musulmonga loyiq ish emas. Hozir suv bor, juydigan supum bor, bolalar qo'ydigan kichik bolalarningki sivatmaslik uchun sudigininki uyabagi siyib qo'ymasdan qo'ydigan narsa bor. Mushunda qalatdimi uylar sudik puravotgan. Bir qatim bir yerga mehmon chaqadi qarindishimiz. Ana mehmon chaqagan ekan bir necha kun burun chaqadi. Uyga berib hatto ishni tuyda ishni mehmon qildi degan ekan bir necha minutdan keyin ochdi. Yana uyga kirsak, mehmonxonasida u yerda bir paypoq, bu yerda bir narsa, o'ylab baqida qarindoshlar. Agar mehmon chaqagan chaqda uyning ahvoli paypoq u binas tursa, mehmon chaqamagan chaqda ertaga ishingizdan paypoq chiqish mumkin. Shuning uchun ayollarningki pokiz bo'lishi, dinimizda pokizlik imonning yerimi deymiz. Yemak, ichmak shuning qo'ldan tomoq yeymiz, ikkinchi bolalarimiz shuning qo'li cho'ng bo'ladi. Masalan, men hali bir dangliq odamni bilaman. Davomli bol ko'tarib chiqdi, bolasi qarasa, bolalarining kiyimi arang-parang turgan. O'zi mashhur, yuqori oliyjanob esil odam. Hatto men noati yaxshi bir isl odam ayoli bilan faqat mushu pokizlik jihatdan kelishmay ajrashganligini bilaman. Mushu ayollari, erlari ikkinchi ayol olgan bir necha oilalar mening kuzatish jarayonimda mush oilaning to'lisi mush tozlik ahamiyat bermagan oila. Bu men tajriba bir necha oila, bir ishga emas, bir necha oilada mushu oilasi ikkinchi ayol elvog'lar qarasanglar, mushu tozlik, erlarganinki o'zining ayollik majburini to'liq ado qilmaslik, o'zining tozlik ahamiyat bermaslik, oilaning tozlik ahamiyat bermaslik, bolalarining tozlik ahamiyat bermaslik, mush masalalardan ayol erlari ikkinchi xotinga yuzlangan mushundaq ahvollarni bayqaldim. Endi qandoq bilamiz bu ayolning pokiz, biz loyiqimizning pokiz emasligini desak, uyga borsak, uyning ahvoli qarab, choy akildi, piyolaga istakan qarsak qo'lning izi bormi, yo'qmi? Oilasida bir xil puroq bormi, yo'qmi? Bir necha qatam biz mushu maqsadda kuzatsak, uydagi chinqachilar bir ratlik kimda mehmonxona tizib qo'ydi, ratlik tizilganmi, chang tuzang bosqanmi, bosmaganmi, uyning aynaklari qandaroq qarab bilgil bo'ladi. Chunki mush oiladagi tozlik anisi qanda o'rgatgan bo'lsa, chunki oilada bu qizga qimmat qarash o'rgatadi qarindoshlar, adab, axloq o'rgatadi, va tozlik, hamma tomoq, hamma jihatini o'rgatadi. Shunda qarablar bu qizning nima o'rganganligini bilib olib bo'ladi. Shuning uchun bu tozlik dinimizda ham bak muhim, ham biz ammoqchi bo'lgan qizda tepilish zarur bo'lgan shartlarning biri. Biz ammoqchi bo'lgan qizda tepilishga zarur bo'lgan 9-shart bo'lsa, bak yaqin tuqqan bo'lmaslik kerak. Chunki bak yaqin tuqqan bo'lsa, buningdan kelib chiqadigan birinchi ziyon qarindoshlar. Tuqqan bilan nati tuqqan yaxshi o'timiz. To'y bo'lgandan keyin bu to'y qiz yigit nati yaxshi o'tishi mumkin. Yaxshi o'tmasligi mumkin. Yaxshi o'tmay qolsa, butun tuqqanlar bilan dushmanlashadigan, tuqqandochilik aloqasi buziladigan masala kelib chiqadi. Bu tuqqandochilik buzilish masalasi dinimizda eng cho'ng gunohlarning biri. Shuning uchun bak yaqin bo'lib ketmaslikda bu hikmat bor. Ikkinchisi, biz amal bor bak yaqindan
yaqin bilan to'y qilib olsak, tuqqanlik doirasida davomli kichik holat turdi. Boshqalar bilan tuqqan emaslar bilan to'ylasak, bizning tuqqandochilik doiramiz kengaydi. Bu islomda nihoyatda yaxshi ish. Üçüncü ish bo'lsa, qarindoshlarimiz, mushu tuqqandochilik bak yaqin tuqqanlar to'y qilgan vaqtida bir xil irsiy kasal va shu irsiy kasallik kelib chiqadi. Bu irsiy kasallik bo'libmi, dada tarafdan bak yaqinlar to'y qilsa, bu irsiy kasallikki keng tug'ilgan bolalarda ko'rish nisbati bak yuqori bo'ladi. Dada o'zining bolasiga qoldirib ketgan bolasiga yo'tkab ya'ni dadadan bolaga yo'tkildigan irsiy kasalliklar bor. Mush kasalliklar dada taraf bak yaqin tuqqanlar o'zaro to'y qilsa, bu kasallik kelib chiqadi. Shunga Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda la tankihul qarabal qariba. Bak yaqin tuqqanlar to'y qilishmanglar. Fa innal walada yukhlaqu dawiyan degan. Chunki bola ojiz, kasal bo'lib qoldi deb Rasululloh bu vaqtda bizga ta'limot qilgan. Umar radhiyallohu anhu ig'taribu la tadu. Siz to'y qanchada amal ba jiroq, bak yaqin tuqqan qolmay jiroq yerdan to'y qilinglar, bolalaringlar ojiz bo'lib qolmasin deb. Endi bunda deganlik to'y qilish harom deganlik gap emas. To'y qilsak bo'ladi, lekin Rasulullohning va Umar Rasulullohning bizga qilgan ta'limoti shu. Rasululloh hadis sharifida shuna degan, Umar roziyallohu anhu mushu vaqtda bizga nasihat qilgan. Bu nasihat qilgan. Bu bir nasihat xarakterli gap. Shuning uchun bak yaqin bo'lmaslik. Chunki sizlar material ko'rsanglar, mush nurg'un bak yaqin tuqqan to'y qilganning bolasi davomli kasal tug'ilish nisbati bak yuqori qarindoshlar. Dinimizning ta'limoti bu. Shuning uchun bak yaqin kishilarning to'y qilishi dinimizda toz yaxshi emas. Endi eng oxirisida mushu bizda nihoyatda ko'p takrorlanadigan yigit qizlarimizni ko'p takrorlaydigan kino televiziyada eng ko'p takrorlanadigan bir masala o'simi sevgi, muhabbat masalasi. Ham nurg'un qarindoshlarimiz men bu qizni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qilaman, qanday to'y qildi. Hatto qizlarimizmi, musulmon qizlarimizmi bu bir odamni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qildi. Ozbaz aralashib beqish kerak degan mandaq bir tushuncha bo'lib qolgan qarindoshlar. Endi bu haqda men jiq gap qilsam, balkim bu mush odamning ko'z qarashida, diniy odamlarga mushunda deydi deb qilishim mumkin. Men sizlarga diniy nuqtadan emas, ijtimoiy fan nuqtasidan mush haqda olib berilgan bir statistikani oldinglar qo'ymoqchi. Material tarix jarayonida men aqtusam, mandaq bir material qo'limga tushdi. Misrning Qohirada mushu muhabbatlashib to'y qilganlar bilan muhabbatlashmay an'anaviy to'y qilganlarning ajrishish nisbatini bir statistik olib qo'ygan. Bu statistika natijasi bunday bo'lgan. Muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 87%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib ketish masalasi 77% bo'lgan qarindoshlar. Bu Qohirada berilgan statistika. Suriyaning Damashqdan bir statistika berilgan. Bir ijtimoiy fan tashkiloti bir statistika bergan. Buningda texmechinishlik muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 93%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib qilish nisbati 90%. O'ylab baqilar qardoshlar. Nima degan zo'r farq. Ya'ni muhabbatlashib to'y qilganlarning 10 oila olsa 9 buzildi degan gap. Nima uchun qarindoshlarimiz? Aldı bilan hammamiz bilamiz, to'y qilishdan burun muhabbatlashish Allohning shariatiga xilof. Alloh subhanahu va taolo bizni baxtli bo'lsin deb yaratgan Alloh qanday qilsak baxtli oila qurishimizni biladi. Shu baxtli oilada qizim o'zini eng kuchlardan saqlab, o'g'illarni xalqning qizlarini ahmoq qilmay, to'y qilib shariat bo'yicha tunishib to'y qilsa baxtli oila bo'lishini bilgan Alloh bizga unda qilmanglar degan, uni saqlashni bo'lgan. Ikkinchisi hammamiz bilamiz, bu muhabbat degan gap bir odamning havisiga, hissiyotiga aloqador bir ish. Odamning hissiyoti o'zgarib turadi, yuragi o'zgarib turadi. 5 yil burun bir xil kiyimlar moda bo'lib shuni yaxshi ko'rib kelgan.
5 yildan keyin uni kiymasi ulab qoldik. 2 yil burun bir xil qizlarga bir xil kiyim modati. Shuni qizlar yaxshi ko'rgan. Hozir yaxshi ko'ramni qarindoshlar. Chunki yaxshi ko'rdim degan gap bu muhabbat, yaxshi ko'rgan qiz yigitning ko'zi ko'r, quliq anglamas, tili yaqamas ulab qoldi. Hey, mening axloqi qandoq ekan? Mening oila kelib chiqishi, mening diyonati, mening saposi desa, voy unda degan bilan mandaq, unda degan mandaq deb bu ko'maydi. Qizmi ko'maydi, yigitmi ko'maydi. O'shan muhabbat deb uy ko'rib, to'y qilib bir uy kirgan ekan, keyin mazbaq deb chugilib chiqqan ekan, ajrashadi shu. Oldu bilan Allohning qonuniga bo'ysunmagan ekan, bu oilada Alloh haqiqiy muhabbatni qilmaydi. Bu oilada barkat bo'lmaydi. Shuning bilan bu oila buzildi. Ikkinchisidan, mana bu biz degan o'lchamlarga diqqat qilmay, faqat shu muhabbat so'ydim, ko'ydim deb boshlasa, hech narsani ko'rmay, hech narsaga diqqat qilmay to'y qilsa, oila vayron bo'ladi qarindoshlarimiz. Yana kelib qiz yigit muhabbatlashish jarayonida birinchisi Allohning shariatiga xiloflik qildi. Ikkinchisi, ikkilisi o'zining go'zal yerlarini ko'z tiqtirishdi. Çünkü muhabbet jarayonida ikki yil taraf shunday qildi. O'g'illar saxiy, mard, nochi, shunda qizlar kuyindigan, hurmatlaydigan bo'lib ketdi. Qizlar noit, nozin, go'zal, pok noiti, zot ashlini yaxshi ko'rib qolganligining ikkinchi qatim bir yigitlar yaxshi ko'rib qolsa, seni shu gap, 3 yigitlar yaxshi ko'rib qolganligini deydi. Uchinchi qatim muhabbatda seni ash yigitlar hammadan bak yaxshi ko'rgan deydi. Shuna to'y qilmay turib nurg'un tajribalarni oladi. Shun hatto ba'zi qizlarimiz ipitini yo'qotadi. Necha odam bilan tumshiq yolishadi. Shun to'y qilib qolgandan keyin selishtirishga boshlaydi. Hammamiz biz muhabbat bilan real turmush, osmon zamin farq va boshqa narsa, oila qurib bir uy kirish boshqa narsa, muhabbatlashish degan bu atalmış yalğancılık başka narsa qarindoshlar. Endi onun qo'yib, bunu qo'yib biz Alloh subhanahu va taolaning Qur'oni bilan hukm qilaylik. Qur'on nima deydi mush to'g'riliq qarindoshlar? Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Wa min ayatihi an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma" deydi. Allohning qudrat kamalini ko'rsatib turadigan pakitlardan biri Allah sizlarning o'zinglarning vujudinglardan ayollaringni yaratib berdi. Ya'ni ayollar sizlarning bir parchasi. Nima uchun sen litaskunu ilayha sizlar xotirjamlikni bir xil jimjitlikni, bir xil rohatni shu ayolning yanida tepishinglar uchun sizlarga ayollarni yaratib berdi. Va ja'ala va qildi sizlarning oranglarda, ya'ni ayolning oralig'ida Alloh muhabbat so'yguni qildi deydi qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala to'y qilgandan keyin chuqum muhabbat bilan so'yguni qildiganligini deb aytadi. Hey, biz mu'min, musulmon, ummat islom bo'lgan ekan Allohning gapiga ishoninglar qarindoshlar. To'y qilsang, sen o'zingni pokiz saqlab, shariat xiloflik qilmay, to'y qilsang Alloh to'y qilgandan keyin chuqum muhabbatni qildi deydi. Nurg'un qiz yigitlarimiz bor. Mush kino, e'lon, tashviqotning ta'siri zaharlanib, bu qonda o'rilish bo'lmay, muhabbatlashmay bo'lmay to'y qildi deydi. Ey, ma'uy, saxtbazlik, yolg'onchilik canım qarindoshlarimiz, uyg'onaylik, kallamizni silib o'taylik. Hey, bizning ata-onamizga an'anaviy to'ygan bo'g'illarimiz qarab boqaylik. Ajrishish nisbati 15% dan oshmaydi ekan. An'anaviy bizning ajdodlarimizda hatto burunqi shu 80-yillarda, 70-yillarda chiqqan gazetda bir davlatningida shunday yozibdi. Hozir davlatningki mushu oilishi xatarda. Chunki ajrish nisbati 15% yetib ketdi deb, ajrish nisbati 15% yetgan davlatning gazetida bu ishlarni xatarlik ekanligini yozgan. Hozir 93%, 87% degan statistikalar chiqadi qarindoshlar. Osh ota-onalarimiz, an'anaviy to'y qilgan ota-onamiz shunda baxtli oilani qurib bizni cho'ng qildi. Osh an'anaviy to'y qilib bizdek so'rishib, siz bizdek so'rishib shumay, an'anaviy islomchi to'y qilgan oilalar, bo'g'illarimiz shunda baxtli to'y qildi. O oilada erlarning haybati bor, ayollarning izzati bor, oila tug'ishlar. Biz mana g'arbga qarab boqaylik, atalmış muhabbat, so'ygu degan kinolarni ishlab, beşimizni, kallamizni gaz qilib atgan, saran qilib atgan shu kinoni ishlagan davlatlar qarab boqaylik, oilalar vayron emasmi? Ularda hatto oila degan narsa qolmadi hozir qarindoshlarimiz. Hammamiz bilamiz. Bir uy kirib yashash va xotin doshlik degan yo'q, nikoh yo'q, bola tug'ish, farzand, oila qurish yo'q. Davlatlar hozir davlatlar qirib ketdi. Shu Yevropada bekor turmay xalqlarni nupus oladi. Nima uchun nupus qoldi?
Nüfusning kimligini oldi, bo'lmasa bika olib odamlarga pul urib, jam binasirib baqamda qarindoshlar. Demak, bizni Qur'oni Karimning gapini anglaylik, Allohning gapini anglaylik. Mastastika ana ilm, ijtimoiy fan nima deydi? Buni anglaylik qarindoshlar. O'zimizni halokat o'ylab baqaylik. Bir qiz deganning bir olmosga o'xshaydi. Bir guharga o'xshaydi. Xohlagancha uning bilan, xohlagancha muhabbat ishlab o'zimiz qilamiz. U birisi bilan o'tmaydi. O'ttir maktabda birisi bilan, oliy maktab chiqqanda birisi bilan, nechisi bilan mushunda tajribalarni qilib, oxirisi birisi tegib o'ltagan. O olgan odam shuna buning tarixini surishti qilsa, degandan keyin ayolning pokiz bo'lishini, o'ziga ham taalluq, xos, iffatlik, nomuschan bo'lishini orzu qiladi. Uning buningdan tajribasini o'tkazib kelgan ayolni kim oladi qarindoshlar? Olgandan ichida bir xil bu ayolga ishonchi bo'lmaydi. Chunki uning nimalari bor. O'tgan, ya'ni tarjima holi yaxshi emas. Shuning uchun mana ajratishim men demadim, ilm fan bilan statistikani ijtimoiy fanning natijasi mushundaq chiqadi qarindoshlar. Men sizlarga bo'lgan bir voqelikni deb beray. Masalan, bir qiz bilan bir yigit musulmon islomning ro'yiga asosan boshqalarning tanishtirish bilan tanishib, undan keyin o'zaro bir ikki qatam uchrashib, cho'nglar kelishib bu qizga choy akirdi. Choy akirib, choyni ichirib, yana bir haftadan keyin to'y qilamiz deb tayyor bo'lgan chog'da bu o'g'ilninki bir sirt boshqa davlatga safar qildi, chiqib qolib, o'shani hammaylar buni uzat qilib chiqdi. Uzat qilib chiqib, uzatgan chog'da bu qiz mangan chog'da bu yigit aeroplan mangan chog'da qiz yig'lab eqib ketibdi. O'ylab baqilay qarindoshlar. Burun muhabbatlashmadi, burun uya-buyada so'rishmadi. Faqat choy ishtirib to'y qildiga va'dlashdi. Shu chaqidlam Alloh subhanahu va taolo bu qizning qalbiga yigitning muhabbatini sep bo'ldi. Mana bu pok halol bo'lgan ish mana mushunda bo'ldi qarindoshlar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.